Assalomu alaykum aziz muxlislarimiz. Ko'pchilik so'raydi, Jumadil aka yaxshilami, mazalari yo'q ekan. Hattoki voy deb ta'ziyalar bildirishadi. Jumadil aka olamdan o'tibdilar-ya deb juda muxlislar ko'p. O'zim o'rgilay, duoda bo'linglar. Mana hayotlar yaxshilar. Mana uydalar. Bir bolnitsada, bir uyda, Xudoga shukr, mana 70 yoshni ham qarshiladilar. Juda ham baxtli biza. Men shuning uchun mana bugun ba'zi birlar aytadi, "Voy, hadeb ering ko'rsataverasanmi?" deyshadi. Endi ko'pchilik shunaqa savol bergandan keyin ko'rsatishga majburman. Shungami? Yaxshiman deb qo'ying. Muxlislaringiz so'rashadi. Nevaralar bor, demak evarali bo'lamiz. 45 yil bo'ldi mana san'atda ishlaganimizga. Baxtli biza. Sog' omon bo'ling, baxtimizga jumash.